Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yangi vakansiya ishlab chiqarishdan biz charchamaymiz. Bugun sizlarga faqat svarkalik ishlarni hozir ko'rsatamiz. Bizlarga svarchilik ishlar pol avtomatiga, svarkaga tushungan agar odam bo'lsa bemalol kelishlaringiz mumkin. Bizlarga svarka pol avtomatiga объемda hozir ishlar bizlarga ana o'zi dalishga kiramiz hozir bemalol o'zi bo'yidan so'rab, surishtirib nima qilamiz. Agar sizlardan bir iltimos, agar meni kuzatib o'tirgan bo'lsangizlar, birinchi bo'lib podpiska, like, podelitsani bosishdan to'xtamaymiz. Biz sizlar uchun ishlaymiz. Mana sizlarga faqat yangi vakansiya chiqaramiz. Tekin like, tekin podpiska, podelitsiya sizlardan. Xo'p, dalishga o'zi boramiz. Mana bu yerda hozir men ish jarayonini ko'rsatamiz yana. Ketdik. Hozir boramiz, ana shu yerga o'zi bemalol o'zi ko'rsatib beramiz. Kelinglar qani. Mana o'zi svarchiliklardan so'raymiz o'zi nima bo'lyapti. Assalomu alaykum. Qalay? Sog'lik, yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizlarmi? Bo'lyaptimi ishlar? Ish qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti aka, sekin. Объемda ishlar? Объем. Siz qayerdan edingiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Ismingiz? Abdurahmon ukamiz Jizzaxdan. Primerni qancha tushiryapsiz bir kunda? Bir kunda shu 100 ta karkaz uryapmiz-da bemalol. 120 ta. 120 ta. Qancha tushirasiz endi primerni? 5000 6000 rubl shu atrof. 5000 6000 rubl. 150 ming, 160 ming, 140 ming, 100 dan baland ishlaysiz. Shundaymi? Mayli, barakasini bersin. Salomat bo'ling. Dalsh yana borib beramiz hozir. O'rnak, assalomu alaykum. Qandaysiz? Sog'lik, yaxshimi, tinchmi? Ish qanday bo'lyapti? Yaxshimi? Объемda ishlaringiz. Qancha primerni bir kunga qancha tushirasiz? Har xil. Qancha? 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 hamma har xil ish. 4000, 5000, 6000, 7000, 8000. Primerni bir oyda qancha oylik chiqarasiz? Sir bo'lmasa. 140, 150, 130 har xil yopaman. 140, 150. Ish qiyin emasmi? Ha, o'rtacha. Rahmat. Salomat bo'ling. Keling yana dalchi ketamiz. O'rmaylar. Keling bu yerdan, bemalol. O'rmasinlar. Qanday ishlar? Sog'lik, yaxshimi, tinchmi? Qayerdansiz? Samarqanddan. Yangi keldingiz a? Ha, yangi. Necha kun bo'ldi kelganingizga? Bugun ikkinchi kun. Bugun ikkinchi kun. Qanday berini topib keldingiz? Internet orqali Vafo musofirlar kanalidan. Vafo musofirlar kanali mana kanalidan keldingiz, shundaymi? Bugun ikkinchi kun bo'lsa nechta qilyapsiz? Mana bir kunda nechta hozir boshlanishiga? Kecha 60 ta edi, bugun 70 ta bo'ldi. 60 ta, 70 ta. Boshlanishi. Donasi necha pul buni? 50 rubl. Donasi 50 rubl. Tak. Boshlanishiga emas? Ha, sekin ko'tarib olamiz, 100 ta, 150 ta. Nasib inshaalloh. Ishingiz barakasini bersin, gazini bo'lsin. Ana aziz obunachilarim, meni kuzatib yurganlar, O'zbekistondan bo'ladi, Tojikistondan, Qirg'izistondan, qayerdan bo'lsa ham farqi yo'q. Prямо O'zbekistondan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, Tojikistondan keladigan bo'lsa, barcha hujjatlariga ishxona yordam beradi akalarim, ukalarim. Agar Rossiya territoriyasidan bo'ladigan bo'lsa, agar patentni 100% bo'lsa, biza Podmoskvaga patent bilan oladi berib. Bez dokument olinmaydi akalarim, ukalarim. Keling, dalchi o'zi boramiz, o'zi ko'ramiz yana qolganlarni ham o'zi berib. Endi prosta kech bo'ldi, to'g'risi kech bo'lishiga qaramasdan endi aytildi. Endi kechga mana o'sha soat 9 bo'lyapti. O'zi biz ishni syomkani boshlayapmiz. Yana qorong'u demaylik, endi iloji yo'q endi. Aytildi, biz qilamiz. Ana kech bo'lishiga qaramasdan sizlarga yangi vakansiya chiqarishdan biz yana to'xtamaymiz. O'z boshlayveramiz. Kelinglar, ana bir boshdan hozir kelamiz. Mana bu yerda ham bor. Mana bu yerda ham ukalarim bor, bera ishlab o'tiribdi. O'rmasinlar. Qanday? Sog'lik, yaxshimi, tinchmi? Charchamayapsizmi? Qayerdan edingiz? Namangandan. Chustmi? Pop. Popdan ukamiz. Xo'p. Ish qanday bo'lyapti? Ish yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi. Primerni kuniga qancha tushiryapsiz? 5000. 5000. Ha. Aha. Karkaz nechta urasiz bir kunda? Karkaz 120, 140. 140. Eng kami 100. Donasi 50 rubl. Ha, karkazlar 100 rubl. 2 kishi uradi. Ha, karkazlar 100 rubl,
Ha, 2 kishi. Ha, bunisi 50 rubl. Bular 50. Maydasi. Primeri bro'yda 100 dan baland bari 100 dan olasan. Endi bari sir bila Ha. qo'ysin ha sizga. Yo'q. Mayli, omadingiz bersin, gazini bo'lsang. Akalarim, ukalarim, ko'ryapsizlar mana. Yosh ukalarim gazini bosib ishlayapti. Yurakda o'tib bor akalarim, ukalarim esa svarchilikka, pol avtomatga tushunadigan, ishlab yurgan bo'lsa, bemalol kelishlaringiz mumkin mana bu yerda. Men o'zi yana bir bor aytganda, agar prema O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan prema keladiganlar bo'lsa, hujjatlarga barchasiga yordam beramiz. Rossiya territoriyasidan 100% patenti, inenesi, hammasi cho'tki bo'lsa, Podmoskva patentsa kelishlaringiz mumkin. Adresimiz o'sha Podmoskva, Sholkiskiy rayon, Derevni Bogoslova. Ha, yana bir narsa aytaman. Shuncha reklamamga aytsam, bir aytadiki, aka xonalar unisi bunisi. Xonalarimiz bor, 3 ta xonalarimiz bor. Xo'sh, platni akalarim, ukalarim. 8000 rublligi bor, 5000 rublligi bor, 2000 rublligi bor. 8000 rublligini dushi, hojatxonasi, kuxnasi ichida ovqat qilib yeyishga sharoiti bor akalarim, ukalarim. Nima bo'lsa 5000lik, 2000lik bo'lsa agar ular dushi, hojatxonasi, kuxnasi общий. Ana akalarim, ukalarim, yuragida o'tib bor akalar, ukalar bemalol mana balanga hozir ko'rasiz, o'zi balanga yozib qo'yaman hozir nachalnigim nomeri. Ismi Lipo. Bemalol ish yuzasidan gaplashasizlar. Ke desa kelaverasizlar. Pastakisi tushunmagan joyingiz bo'lsa, pastakisi 3219 mani nomerim aka ukalarim. Yana sizlarga bir nima, granitsa xizmatini ham qo'yib beramiz. Ismi Dima. Mana bu yerga vizitkasini qo'yamiz. Ana pastga qarasangiz agar vizitkasini qo'yib beramiz. Ismi Dima. 100% yo'lga javob beradi. Sog' salomat sizni etib ketiradi. Dokumentingiz bormi, yo'qmi, registratsiyangiz просрочныйmi, immigratsiyonningiz просрочныйmi, siz bez patent yurganmisiz, zolotoy koronadan qarzingiz bormi? Umuman qizig'i yo'q. Ismi Dima ukamiz. Rossiya grajdanini, o'zi o'zbek, lekin Rossiya grajdanini. Tilga 100% javob beradi, yo'lga 100% javob beradi. Qanaqa hujjatlaringiz bo'lmasa ham sizni 100% etib ketiradi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.